Ellikqal'a tumanidagi ikkinchi son bolalar va o'smirlar sport maktabida iste'dodli bolalarni futbol bilan muntazam shug'ullanishlarini ta'minlash, yosh futbolchilarning saviyasini o'stirib borish, yangi iste'dodlarni kashf qilish maqsadida bolalar uchun futbol to'garaklari tashkil etilgan. Futbol to'garagi mashg'ulotlari hafta davomida har kuni o'tkaziladi. Darslar aniq reja asosida olib boriladi. Har bir mashg'ulot boshlanishida bolalar jismoniy tayyorgarlikni oshiruvchi harakatlar bilan shug'ullanishadi. Bu mashqlarda ular tanani chiniqtiruvchi, nafasni me'yorga soluvchi mashqlarni bajaradi. Bu jarayon futbolchilarning jarohatlanishining oldini olish va ularning chanqoqligini rivojlantirishga xizmat qiladi. Mashqlardan so'ng asosiy mashg'ulot boshlanadi. O'quvchilar to'pni olib yurish, aniq pas berish, zarba yo'nalishini nazorat qilish va himoya taktikasiga oid mashqlarni bajaradi. Har bir mashg'ulot yakunida esa kichik o'yinlar o'tkazilib, o'quvchilar o'zlari o'rgangan texnik ko'nikmalarni amalda sinovdan o'tkazishadi. Sport maktabida tahsil olgan bir qator yosh futbolchilar bugungi kunda Qoraqalpog'iston va Xorazm viloyati akademiyalarida mashg'ulotlarni davom ettirmoqda. Shuningdek, maktab bitiruvchilari orasida 8 nafar sportchi Qoraqalpog'iston terma jamoasi tarkibida faoliyat yuritmoqda, deydi futbolni rivojlantirish bo'yicha direktor o'rinbosari Asadbek Erkayev. Ellikqal'a tuman 2-son sport maktabida futbolni rivojlantirish bo'yicha direktor o'rinbosari bo'lib ishlab kelmoqdaman. Hozirda Ellikqal'a tuman 2-son sport maktabida 3 ta futbol treneri mavjud. Bularning ikkitasi o'g'il bolalar bilan shug'ullanadi, bittasi qiz bolalar bilan shug'ullanadi. Hozirda Ellikqal'a tuman 2-son sport maktabida 120 nafar o'quvchi shug'ullanib kelishmoqda. Ularning 20 nafari qiz bolalar, 100 nafari o'g'il bolalardan iborat. Futbolda hozir sport maktablar ligasi va Qoraqalpog'iston chempionati, Qoraqalpog'iston kubogi ikkita musobaqa mavjud. Ularning hozir bizlar iqtidorli bolalarni saralab olib, ularni Qoraqalpog'iston futbol akademiyasi, Qoraqalpog'iston futbol saylanli komandalarga yetishtirib berish maqsadimiz. Hozirda to'garakda 120 nafar o'quvchi muntazam shug'ullanadi. Shulardan 20 nafari qizlardir. Qizlar ham o'g'il bolalar bilan teng qatorda mashg'ulotlarda ishtirok etib, o'z jamoalariga ega. Futbol to'garagiga qo'shni To'rtko'l va Beruniy tumanidan o'quvchi yoshlar qatnashmoqda. Bu esa sport maktabidagi mashg'ulotlar keng hududdagi yoshlarni qamrab olayotganini ko'rsatadi. Ellikqal'a tumanidagi 2-sonli sport maktabida faoliyat yuritayotgan futbol to'garagi bugun nafaqat sportni, balki sog'lom turmush tarzini targ'ib etayotgan maskanga aylangan. 120 nafar o'quvchining har biri kelajakda yurtimiz sharafini xalqaro maydonlarda himoya qiladigan futbolchilar bo'lishiga ishonch bilan mashq qilishmoqda.